Barchaga salom, hurmatli o'quvchilar. Darslarimizda ketma-ket davom etamiz. Nasib bo'lsa, mana shu video darsimizdan boshlab SAT matematika imtihoniga tayyorgarlik uchun SAT kitoblaridan foydalanamiz. Demak, mana bu kitobimizda hozir birinchi bob, birinchi bobimiz o'sha algebraning uskunalari va tili deb tarjima qilinadi, ya'ni algebraning vositalari. Xo'p, algebra qismini boshladik. Bundan oldingi videolarimizda e'tibor qilgan bo'lsanglar, sodda holatlar, natural sonlar, butun sonlar haqida ma'lumot berdik, kasrlar haqida ma'lumot berdik. Endi qo'shimcha yana ma'lumotlarni mana bu video darslarni ichiga ham kiritib ketaveramiz. Demak, birinchi o'sha bo'limimizdagi birinchi mavzumiz o'zgaruvchilar va ifodalar ekan. Variable degani bu o'zgaruvchi, expression demak ifoda. Biza algebradan bilamiz, o'zgaruvchilarni harflar bilan belgilaymiz, ya'ni u aniq bitta qiymatga ega emas. O'zimiz qiymat berib, misollarda qiymat berib ishlab ketaveramiz. Masalan, ishlatganmiz, bunaqa holat bo'ladi. Xo'p, ruchkacha olamiz. Yoqda yozamiz. Xo'p, 2a plus b ifodaning qiymatini toping deydida, shartiga yozib qo'yadi. A teng 1, b teng 2. Ya'ni bu yoqda a bilan b bizaga hozir variables, ya'ni o'zgaruvchilar bo'lyapti. Xo'p, ularni bilamiz, qiymatlarini qo'yib hisoblab ketaveramiz. Expression demak ifoda. Mana bu narsa общий ko'rinishi ifoda deyiladi. Buni ham bilamiz. Hozir biza qilayotgan ishimiz ifodani qiymatini hisoblash deyiladi. Xo'p, algebrik ifodalar o'sha sonlar, o'zgaruvchilar, ya'ni harflar va amallardan tuzilgan ifodaga algebrik ifoda deyiladi. Sonlar va amal belgilaridan tuzilgan ifoda bu sonli ifoda deyiladi. Ya'ni 7-sinf algebrada aytilgan. Sonli ifoda, algebrik ifoda deb turib. Mana bu yoqda qoidasini aytyapti mana. Algebraic expression, ya'ni algebrik ifoda o'sha sonlar, o'zgaruvchilar, amallar va belgilarni o'sha kolleksiyasi, yig'indisi deyapti. Xo'p, endi bu yoqda qaranglar, qo'shishga doir amallar berilyapti va mana bu iboralarga e'tibor berasizlar. Bu iboralar deyarli har bitta misolli tarkibida keladi. Masalan, 2 bilan 3 ning yig'indisi, 2 karra 3 yoki 2 ning 3-si degan gaplar har bitta misol masalalarda ayniqsa juda ko'p keladi. Shuning uchun mana shu qismni yaxshilab o'rganib olishlaringiz kerak bo'ladi. The sum of 20 and the number n. N soni va 20 ning yig'indisi. Demak, biz n nechiligini bilmaymiz. Buni mana ifoda shaklida yozyapmiz. 20 va n ni yig'indisi qilyapmiz. 9 more twice number than twice number. Demak, a sonning 2 martasidan 9 ga ko'p deyapti. Bitta ifodani aytyapti. A sonni 2 martasidan 9 ga ko'p deyapti o'sha ifodani. Demak, mana twice a number a mana bu narsa. 9 more demak 9 ga ko'p, mana bu ifodani bildiryapti. Yaxshilab e'tibor qilasizlar. A number m increased by 20. Demak, m soni 12 ga oshirilgan. Increased so'zini bilib olinglar. Oshirilgan, o'sgan degan ma'noni bildiradi. Buni decreased degan so'zi ham bor. Adashmasam mana bunaqa yoziladi. Decreased. Demak, decreased bu kamaygan. Xo'p, increased o'sgan. M soni 12 taga oshgan, 12 taga o'sgan deyapti. Demak, bu mana m plus 12 bo'lyapti. Xo'p. Endi subtraction, ya'ni ayirishga doir ifodalarga misol keltiryapti. The difference between number x and 7. X soni va 7 ning orasidagi farq deyapti. Between demak, orasidagi difference farq. X soni va 7 ning orasidagi farq desa, demak bizaga mana bu x minus 7 ni bildirar ekan. 3 less than a number b. Demak, b sonidan 3 ta kam deyapti. Ya'ni ifodani bildiryapti. B sonidan 3 taga kam. Demak, bu b minus 3 ni bildirar ekan. Xo'p, mana bu ifodaga e'tibor beringlar. Xo'sh, k sonining 3 martasi, 3 times degani 3 martasi, demak 3k ni bildirar ekan. Yaxshilab e'tibor beringlar. 3 times a number k, demak k sonining 3 martasi decreased by 5. 5 ga kamaytirilgan.
Demak, k sonining 3 martasi 5 ga kamaytirilgan desa, demak 3 ga minus 5 bo'lar ekan. 9 minus a number n. Demak, 9 ayrilgan minus va number n. 9 minus n ni bildirar ekan. Yaxshilab e'tibor berasizlar bularga. Xo'p, keyingi ifodalarimiz bizada, xo'p, mana buni olamiz. Multiplication, ya'ni ko'paytirishga doir ekan. Xo'p, bularni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, multiplication ko'paytirishga oid. Ko'paytirishga oid qanaqa misollarda, qanaqa iboralar kelar ekan? 11 times z to the third power. Z ni 3-darajasi, third power degani 3-darajasi 11 times 11 martasi. Mana bu narsani aytyapti. Bu narsa aynan mana shu narsa bo'lib kelmaydi. Bu misollar ichida kelaveradi. Shuning uchun muhim narsa hisoblanadi. The product of -2 and a number n. Demak, n soni va -2 ning the product demak ko'paytmasi. Mana. Ko'ryapsizlar? Two thirds of a number x. Two thirds degani bu kasr, kasrda o'qilishi. Demak, birinchi yozilgani surat, ikkinchi yozilgani makhraj. 3 dan 2. 3 dan 2, ya'ni 2 taqsim 3 emas. Ikkalasi bir xil umuman olganda 3 dan 2. Two thirds demak 3 dan 2 of a number x. X ning 3 dan 2si demoqchi bo'lyapti. E'tibor beringlar, bu yoqda qismi deb ular ishlatmayapti. Qismi deb ular ishlatmaydi. Demak, two thirds of a number, masalan 12 bo'lsa, 12 sonining 3 dan 2 qismi deb turib o'zimiz tarjima qilib ishlatib ketaveramiz. Demak, bunga mos ifoda mana. Division, ya'ni bo'lishga doir shunaqa namunaviy misollar. N divided by 8. Demak, n soni 8 ga bo'linganda. Demak, n taqsim 8. Quotient so'zini ishlatdik. Bo'linma. 15 and a number d. 15 va d sonini bo'linmasi. Ya'ni mana 15 taqsim d ni aytyapti. Bularni yaxshilab e'tibor berib olinglar, eslab qolinglar. Bir sira qarab olishni tavsiya qilaman. Umuman hech qachon yodlashni tavsiya qilmayman. Yodlashning eng yaxshi yo'li amaliyot, tajriba, misollarda ishlanib ketilaveradi. Shuning uchun yaxshilab o'rganib olinglar bo'ldi. Tushunib. Xo'p, write an algebraic expression for each verbal expression. Demak, har bitta verbal expression demak og'zaki ifoda. Har bir og'zaki ifoda uchun algebraik ifodani yozing, deyapti. Birinchisi, e'tibor beringlar. 10 less than 1/4 of cube p. Oxiridan kelamiz. P ning kubini 1/4 degani 4 dan 1. Mana bu kasr. 1/4 demak 1/4. Demak, p ni kubini 1/4 less than 10 less deyapti. Demak, mana bundan 10 taga kam. Mana. Mana pastda ham yozilgan ekan, mana. E'tibor bersanglar. Xo'p, ikkinchisi. Twice the difference between x and 16. Demak, x va 16 orasidagi farqning twice, ya'ni 2 martasi, 2 ga ko'paytirilgani. Xo'p, x minus 16 ni 2 ga ko'paytirilgan. Pastda ham javobni keltirib qo'yapti. Xo'p. Keyingisi 4 times the sum of a number on 3. Demak, mana bu ikkalasini ham mana shu joyda videoni to'xtatib bajarib ko'rasizlar o'zlaringiz yuqoridagilarga o'xshatib ifodalarga. Bu eslaringizda bo'lsa 7-sinf algebrasida qilganmiz. Keyin mana hozir past tushiraman. Pastdan yechimlarini qarab olasizlar. Tekshirib olasizlar ishlaganlaringizda. Xo'p, bu yoqda demak mana bularni o'chiramiz. Bu yoqda masala berilyapti. Ifoda yozishlaringiz kerak. Mana shu masalalarga tarjima qilib, bularni ham ishlab guruhga tashlanglar. Tekshiramiz. Hammamiz ingliz tili ko'pchilik tushunganmiz, shunchaki daftaringizga chiroyli qilib yozib tashlasanglar, tekshiramiz. Mana bu misollarni skrinshotini qoldiraman. Nasib bo'lsa, bundan keyingi video darsimizda mana shu darsni, mana shu misollarni ishlaymiz. Sizlar ungacha darsga mana bularni mustaqil ishlab ko'ringlar. Darslarimiz davom etadi, kuzatib borasizlar.